أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Mana bugun 8-darsimiz va inshaalloh bugun 2-bobni boshlaymiz. 2-bobimizda biz arab alifbosidagi harflarning yozilishini o'rganamiz. Biz avvalgi bobimizda mana 7 dars davomida ushbu 28 ta harfning mahrajlarini o'rgandik, ya'ni bu harflarning talaffuzini o'rgandik. Inshaalloh mana bu bobimizda esa mana shu harflarni turli xil yozilishini o'rganamiz. Endi avvalo bir narsani aytaylik. Arab alifbosini boshqa harflardan, ya'ni boshqa alifbolardan farqi, arab alifbosida katta va kichik harflar yo'q. Ya'ni harflar bosh kichik yoki bosh harf kichik harfga bo'linmaydi. Aksincha harflar so'z boshi, o'rtasi yoki oxirida kelishiga qarab turli xil ko'rinishga ega bo'ladi. Shuning uchun ya'ni bu biroz qiyinroq tuyulishi mumkin. Demak, bu 2-bobimiz to'liq mana shu harflarning yozilishiga bag'ishlangan. Demak, yozilish jihatdan harflar 2 guruhga bo'linadi. Birinchi guruh o'zidan avvalgi va keyingi harflar bilan bog'lanuvchi harflar. Bunday harflar ko'pchilikni tashkil etadi. Jami 22 ta harf. Ya'ni bu harflar 4 ta ko'rinishga ega. Birinchi bobda o'rganganimiz ularning umumiy ko'rinishi edi. Bundan tashqari bu harflar so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida turlicha yoziladi. Hamda ikkinchi guruh harflar, bular kamchilik, ya'ni 6 ta harf faqat o'zidan avvalgi harflar bilan bog'lanadi. Ya'ni o'zidan keyingi harflarga bog'lanmaydigan harflar. Birinchi biz mana shu harflarni o'rganishdan boshlaymiz, ya'ni o'zidan keyingi harflarga bog'lanmaydigan harflarni o'rganamiz. Mana bu harflarni ko'rib turibsiz, 6 ta harf. Bular alif, dal, zal, ro, za va harflari. Demak, bu harflar faqatgina o'zidan avvalgi harfga bog'lanadi. Shuning uchun bularning faqatgina 2 xil ko'rinishi bor. Birinchisi umumiy ko'rinishi, ikkinchisi so'z o'rtasida yoki oxirida kelgandagi ko'rinishi. So'z boshida kelganda mana umumiy ko'rinishdagi yozilaveradi. Demak, mana bu harflarni ko'rib turibsiz. Bu yerda mana satrga e'tibor bering. Ro, za va harflari bir qismi satrdan pastda yoziladi. Demak, bu harflar faqatgina o'zidan avvalgi harflarga bog'lanadi. Bularni umumiy ko'rinishdan deyarli farqi yo'q. So'z o'rtasidagi oxiridagi ko'rinishi, yagona farqi mana ulanish uchun o'ng tarafga kichik chiziqcha chiqarib qo'yilgan. Demak, mana shu bog'lama. Mana shu yerdan harflar bir-biriga bog'lanadi. Mana bu harflarni ko'rdik. Demak, bu deyarli qiyin joyi yo'q. Umumiy ko'rinish bilan bir xil. Mana endi katta guruhga o'tamiz. Demak, bu guruhda o'zidan avvalgi va keyingi harflar bog'lanuvchi harflarni boshlaymiz. Demak, bunday harflar 22 ta dedik. Mana hozir 5 tasini ko'rib turibsiz. Biz bu yerda bularni alfavit bo'yicha taxlamadik. Bularni o'xshashligi bo'yicha taxlashga niyat qildik. Demak, mana ko'rib turibsiz. Ba, ta, sa, nun hamda ya harflari. Umumiy ko'rinishi jihatdan, ya'ni ba, ta, sa, nun harflari o'xshash. Ya harfi o'xshamaydi. Lekin so'z boshi va so'z o'rtasidagi ko'rinishi esa hammasiniki yozilishi bir xil, faqatgina nuqtasi bilan farqlanadi. Ya'ni mana o'ng tarafda bu harflarning so'z boshidagi, ikkinchisi mana so'z o'rtasidagi ko'rinishini ko'rib turibsiz. Deyarli hammasi bir xil. Yagona farqi nuqtasida. Shuning uchun bu harflarga juda katta alohida ahamiyat bering. Ko'pchilik adashtiradigan harflar bu albatta ba hamda nun harflari. Sabab bu harflar nuqtasi birniki ustida, birniki ostida. Demak, arab alifbosini yangi o'qishni boshlaganda, arab yozuvini yangi o'qishni boshlagan har bir kishi deyarli ko'pchilik mana shu ikkita harfni adashtiradi. Ya'ni ba hamda nun harflarini o'qiganda teskari o'qib qo'yadi. Ba'ni nun deb yoki nunni ba'da o'qib qo'yadi. Shuningdek, mana ta bilan ya harfi ham xuddi shunday. Ya'ni bular ham juda ham o'xshash. Yagona farqi ikkita nuqta. Ta harfining ustida ikkita nuqta bo'lsa, ya harfining ostida ikkita nuqta kelgan. Lekin so'z oxiridagi ko'rinishi bularniki deyarli umumiy ko'rinish bilan bir xil. Ya'ni hech qanday qiyinchiligi yo'q. Mana ko'rib turibsiz. Demak, bular mana 5 ta harfni o'rgandik. Ba, ta, sa, na hamda ya harflari. Mana bularning bog'lanishini ko'rib turibsiz. Qanday bog'lanadi? Mana o'ng tarafda ba hamda ta harflarining bog'lanishi. Ba harfi so'z boshidagi ko'rinishi hamda ta harfining so'z oxiridagi ko'rinishi ba ta so'zini hosil qilgan. Mana keyin ba da so'zi, taro, tava, yata hamda naba so'zi. Endi bir narsaga e'tibor bering. Ko'pchilik yana bitta narsani xato qo'yadi. Xato qiladi. Masalan uchun nun harfi bilan mana zal harfini yozilishiga e'tibor bering. Juda ham bir-biriga o'xshash. Ya'ni ikkalasi ham tepasida nuqtasi bor. Demak, juda ko'pchilik mana shu ikkita harfni adashtirib qo'yadi. Buni ajratib olish juda ham oson. Demak, agar siz
nun harfiga o'xshagan harfni ko'rsangiz, o'zidan keyingi harfga bog'lanmagan bo'lsa, demak bu zal harfi. Demak, zal harfi o'zidan keyingi harfga bog'lanmaydi. Demak, mana hozir zal harfini agar so'z o'rtasida kelganda o'zidan keyingi harfga bog'lanmagan bo'lsa, bu zal harfi bo'ladi. Agar o'zidan keyingi harfga bog'langan bo'lsa, bu albatta nun harfi bo'ladi. Mana shu joyni farqlab oling. Demak, mana keyingi misollarga o'tamiz. Mana hozir tepadan o'ngdan chapga boshlab o'qiymiz. Sa ba ya, ba ta da, banana, nabata, yanara, bazara, ya'awa, zadara, tanaba, zatana, ayana, abata, sabata, ba'aba. Demak, mana e'tibor bering, yozilishiga harflarni bu yerda misol uchun mana ushbu satrga e'tibor bering, 3 ta harf bir-biridan keyin bog'lanmaydigan harflar kelganda, mana zal, daro o'zining umumiy ko'rinishi yozib qo'yilgan xolos. Hamda mana bu yerda mana ba zaro deb o'qidik, mana bazaro. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, mana bu aynan zal harfi ro harfiga bog'lanmagan. Agar mana o'ng tarafga e'tibor bersak, mana bu yerda yana ro so'zi bor edi. Demak, yana ro so'zida ham buni o'xshab ketadi nun bilan zal, lekin bu o'zidan keyingi harf roga bog'langani uchun, ya'ni bu yerda nun harfligini bilamiz. Shu joydan ajratib olamiz. Demak, keyingi harflarga o'tamiz. Demak, o'xshash harflar mana jim, ha, xo harflari yozilish jihatdan o'xshash, bularning so'z boshi, so'z o'rtasidagi ko'rinishlari ham o'xshash. Demak, bu harflarda e'tibor bersangiz, asosiy yozilishidagi bir umumiylik bularning satr ostidagi qismi tushib qolgan. Ya'ni mana 5 ta harfni ham satr ostidagi qismi tushib qolgan so'z boshi va so'z o'rtasidagi ko'rinishida. Hamda bu yerda jim hamda xo harflarini ko'pchilik adashtirib qo'yadi. Shunga e'tibor qarating. Ya'ni so'zni kelganda o'rniga qo'yib o'qishga harakat qiling. Mana pastda sin hamda shin harflarining yozilishini ko'rdik. Demak, bu harflarning hech qiyin joyi yo'q. Aytganimizdek, satr osti qismi tushib qolgan xolos. Mana keyingi 4 ta harf, bular sod, bod, to, zo harflari. Demak, sod va dod harflari ham avvalgi harflarga o'xshab so'z boshi va so'z o'rtasida kelganda keyingi qismi, ya'ni satr ostiga tushadigan qismi tushib qoldirilgan. Demak, mana shundan hosil bo'lgan po hamda zo harflari esa deyarli hech qanday o'zgarmagan. So'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxirida yozilishi bir xil. Demak, bularni yodlab olish ham oson. Shunday bo'lsa ham ko'pchilik mana sod va to harfini hamda vod va zo harflarini adashtirib qo'yish kuzatiladi. Shuning uchun bularga ahamiyat bering.